Bunda olsa vaqt muhbiriye badi. Dersine başlaydı. Ders başlaştığın ilgili aranladığın bir sanla. Bir Arapçasını okup bakalım. Şunun asasen başlaydı. Bunda olsa Ali kardeşimizin mikrofonunu açıp attım. إعراب القرآن الكريم تعريفه الإعراب لغة الإبانة يقال أعرب الكلام بينه وعرض منطقه أي هذبه من النحو والإعراب الذي هو النحو إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ وأعرض كلامه إذا لم يحل في الإعراب واصطلاحا اختلاف عاقل في اختلاف العوامل لفظا وتقديرا ولا يعرف الإعراب في اللغة القصرية إلا في العربية والحبشية والألمانية. Barakallahu fikum. Allah rahmet kılsın. Allah razı olsun. Rahmet müşümsülük yesun. Dersine devamlaştırılır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Hürmetli sabahtaşlar, biz dersimizde burun başlaştığını aldı da Ulumul Kur'an'da yine bizim şu kitabımızda okumakçı olan mezmunlarını tüvendikidek 11 mezmunga bölgen toq. Birisi ta'rifut tefsir. Ondan keyin ilmut tefsirininki paydo bo'lish jarayon ahvoli. Ondan keyin mufassirlarninki ixtilof qilish va buning sabablari qatorliqlar. Ondan keyin turuqut tefsir, asalibut tefsir. Biz 4 tefsir uslubini o'qib o'tdik qanday. Buni ko'rdinglar. Ondan keyin turuqut tefsir, yani tefsirde asaslangan mənbəni məqsad qılmaqçı. Muşu mənbəyə asasen tefsir bil-mə'thur yoki tefsir bil-ijtihad deb ikkiga bo'linadigan bo'ldi. Ondan keyin manahijut tefsir, tefsir mufassirlarninki tefsir qilish metodi shaklida buningda bir necha metodlarni ko'rib o'tdik. Masalan, tefsir bil-mə'thur bir metod, tefsir fiqhi, tefsir ilmi mesela, tefsir bil-aql yani bil-ijtihad, ondan keyin tefsirul bayani mesela, ondan keyin tefsir at-tazawuqul adabi, shunga o'xshagan bir narsa tefsirni ko'rib o'tdik. Bugun keldik, ya'ni i'robul Qur'on. Qur'onning nimasi i'robi. Endi Qur'onning i'robini maxsus alahide bir tema qilib ekilişi, bir unvon, bir mavzu shaklida kitobda alahide keltirilishi bizga i'robul Qur'on nomdagi bu mazmunninki muhim bir nuqta ekanligini ifodalab bersa kerak. Chunki hammalar arab tilini o'rganib boqqanlar va Uyg'ur til sahibi hammalar hem öğrenme bir ana tilimiz var. Ve bundan başka tilini öğrenip baktık. Mesela anca aramızda Xitayca bildik Allah var. Türkçe öğreniyatımız anca, İngilizce öğreniyatımız. Hazır ben misal elip çöndürüşümden fakat vacit yok. Arap tilden başka her qanday tilda sözninki, yani hazırca i'rabı deb turay, hareketi deb turay, o'qilishiga qarab ma'no o'zgaradigan ish yo'q hech qanday yerda. Masalan, men qo'limdagini men uyg'urcha kitob deyman. Masalan, inglizcha bir narsa deydi, buni book deb, shundaymi? Turkcha kitob deydi. Xalq bir narsa deydi, boshqa til bir narsa deydi. Sizlar arab tilidan boshqa har qanday bir tilda bir jumla tuzib boqinglar. Bu bir kitob. Endi bu kitap degan so'zni
ve her xil şekilde o'qib baqinglar. Kitap o'qilamaydan buni boshqalarga arab tilidan boshqa tilda. Yana o so'zni har qancha o'qisang uni boshqa shaklda o'qig'ilg'u bo'lmaydi. O'qisang uni jumladagi ma'nosi hech o'zgarmaydi. Bekre Halidni urdi. Uyg'urcha bir jumla. Halidni Bekre urdi. Uyg'urcha jumla masalan, ilgirkini oldu. Mushu ikki jumladagi Halid, Bekr degan so'zlarni ikkinchi bir xil o'qilishda o'qimaysizlar. Unda o'qilish o'qiningki, Halid, Bekr. Masalan, urdi boshqa gap yo'q. Halidni oldida keltiringlar, Bekrni keyini keltiringlar, hech bir ma'no jihatda cho'ng masala yo'q. Illaki arab tili ve başka tillarni o'zinglar o'ylanib baqinglar. Biladigan aranglarda belki fransızca bildi qoldiringlar va arabcha bildi qoldi. Arabcha zaten bilimiz var böyle. Türkçe bildi qoldiringlar va ingliz bildi qoldiringlar va xitoy bildi qoldiringlar va cümlenin kurulmasını tüzüp sözlerini o'qib baqinglar, sözning bir xil o'qilishdan boshqa shakli yo'q. Cümledeki ma'nolarni ancha-muncha oldiga bir qo'shimcha, keyiniga bir qo'shimcha qo'sh orqali o'zgartirib bo'ladi. Sözning o'zini anda o'qib ya bu o'qib sözdan ahang o'qilishini o'zgartirib, ma'no o'zgartiradigan ish hech qanday tilda yo'q. Endi arabchaga kelaylik. Daraba Halidun Bekren. Halidni oldida Bekrni keyinda keldi. Halid Bekrni urdi. Tam mushu shaklda o'zgartmay turib jumlalar daraba Haliden Bekrun. Halidni Bekr urdi. Jumlani o'zgartmadim qaranglar. O'xshash. Halid oldida, Bekr keyinida. Oldidagi o'qishda Halidun o'qidim, Bekren o'qidim. Kinki qatim Halidden okudum, Bekrun okudum. Bir o'qilishdagi talaffuz bir masalan arabcha grammatik qoidasi bo'yicha zivar zir shakllanadi bu. Mushuni bilan jumla ma'nosi osmon, zamin o'zgarib ketdi. Balki buni demisam sizlar farq etsizlar chunki grammatikaga o'qig'liq qolmanglar. Demak, arab tilida saboqdoshlar bir so'zningki o'qilishi şu sözün cümledeki o'rnini belgilaydi. Ondan keyin bir cümledeki o'rnining qanday bo'lishi, ya'ni so'zningki zibar o'qilishi, tafsir o'qilishi bütün ma'noga osmon, zamincha ta'sir ko'rsatadi. Shunlashqa Qur'oni Karim ilmlarida, ulumul Qur'onda i'robul Qur'onningki bu qadar muhim bo'lishi sebep bu. Andayken belki aranglardaki köpünçanlar tefsir sahasiga pek çökep kirmegen buluşum mümkün. Tefsirine yüzey gibi düşünce asasında okugan buluşum mümkün. Resmi tadqiqat şekilde okumagan buluşumlar mümkün. Eğer şunda okugan vaqtlarda bir narsani his qilasizlar, ajoyib bir qiyinchilikqa duch kelasizlar. Oldinlardagi oyatning qurilmasiga qarab turib, ma'no bak o'zgaradi. Qarasanglar, uningga to'g'ri keladi bu oyatning qurilmasi, buningga to'g'ri keladi. Unda asaqmi grammatikada xato emas, bunda asaqmi xato emas. Anda asaq ma'noni bak qiynalgan bir nuqta bu. Shunlashqa o'limalar bu nuqtaga alohida ko'ngil bo'lgan. Qur'onni başdan oxir her bir so'zlarini qana qilib zabt qilib, ma so'zning grammatikalik o'rni bu, ma so'zning jumladagi o'rni bu, ma'ninki o'qilishi zavar, ma'ning o'qilishi zir, ma'ning o'qilishi pesh, ma'manda ma'ning ega mushu shaklda bunda alifdan yo'gacha betaraf qilib buloqlaq saboqdoshlar. Mana bu alohida bir ko'ngil bo'lingan ve məxsus alaydı bunun vaqt ajırtılıp, güç ajırtılıp, energiya ajırtılgan boğaçqa müstəqil bir penge aylanalgan. Yani biz oxuyatqan hazırki kitap asli məsleki bayatdan göstərən 11 tema, asli 11 müstəqil bir pen ulumul Qur'andaki. Bizlərə yeni oxuğucular oxuğaçqa bir ulumul Qur'an sahasında köproq bir nima tapaylı, xabar tapaylı deb aşta hamma penni yiqqan bir kitobni o'qiyotimiz. Amaliyotda hammasi mustaqil bir pen. Bugun o'qimoqchi bo'lgan i'robul Qur'onil Karim degan bu darsimizninki
tushunchisi bu. Bence tushundingmi saboqdoshlar? Ya'ni nim demoqchi bo'lganini. Endi bizning dars jarayonida bilib olmoqchi bo'lganimiz nima desangmi? Mushu sohadagi qilingan emgaklar, ko'rsatilgan emgaklar, yozilgan kitoblar, asarlar va bularningki oldi keyindagi bir qur munosabatli tarafdan bilib olsak degan ahvol tugaydi. Chunki bu bir nazariya. Buning amaliyati nima desangmi? Amaliyati qulonlarga yoki qo'limizga Qur'onni elib resmi mufassir shaklda o'zimizni mufassir deb turib, ya'ni o'rganguvchi bir o'quvchi deb turib, bir yendan manga vaqtimizda ondan keyin rasmiy qiyinchilikqa duch kelamiz. Ulamolar ko'pincha hal qilib qiyinchiliklarni shunday olsin bir o'quvchi o'qachqa bizmi o'zimizni ashta bir yerda chanoqlab biqishimiz kerak. Anda o'z kitobga qarayman saboqdoshlar. Davat doktor İ'rabul Qur'an'ın ta'rifati avval lug'at söz noktasidan bir tushundiramiz. İ'rabul Qur'andagi i'rab asli a'raba yu'ribu fiildan chiqarilgan, ya'ni oshkorladi ma'nosida. Al-ibana degani bir masalani uch oshkor o'tirib qo'ydi degan gap. A'rabal kalam degan gap gapni ro'shan bayon qildi degan gap. Arraba mantiqahu degan gap o'zining so'zini xatolikdan pokizladi degan gap bo'ladi asli. Ya'ni bu lug'at ma'nosimi? Amdalaqi grammatikadagi bir i'rob bor ya. Grammatikadagi i'robni amaliyot balkim tushunimiz grammatik huquqliq. Bu nima desa, alfaz bilan degani grammatikada i'rob degan gap bir jumlada jaa Muhammad desa jaa fi'l, Muhammad ja'aning fa'ilisi, jumladagi o'rni marfu, raf'i. Unda bo'lgandan bu raf'ining alomati Muhammadning oxirisidagi dal harfidagi zamma alomat deganda mush i'rob deymiz ya biz. Ya'ni so'zlar bilan ma'nilarni qana qilish, oshkorlash. Bizlarga grammatik o'qiyotgan vaqtda i'rob qo'yishda bir gap bor. Daraba Xolidun Bakran desa, daraba fil modi, Xolidun fa'il, Bakran maf'ulun bihsi. Mushu gapni degandan keyin Xolid bilan Bakrning jumladagi o'rni bekiydi saboqdoshlar. Ma'o fa'il, ma'o maf'ul bo'ldi. Ma'oning grammatikalik o'rni raf'i bo'ladi. Ma'ning grammatikalik o'rni mansub bo'ladi, masalan nasb bo'ladi. Xoliddagi raf'ilikning belgisi oxirgi dal harfidagi damma pesh harf bo'ladi. Bakranninki nasblikning belgisi oxiridagi ra harfining ustidagi fatha, ya'ni zavar bo'ladi. Mushuni qarab turib, ha Xolid Bakrini urib to'p deb to'g'ri ma'no chiqaramiz. Mushning o'zi grammatikadagi i'rob. Shu grammatikadagi i'rob degan nima desanglar, alfaz bilan ma'noni qanday qilish, oshkorlash. Odatda a'raba kalamahu deb qo'yadi, i'robda xato ketmasani, eng o'lchamli keltirsa. Demak, i'rob deganninki lug'at ma'nosi oshkorlashgan, grammatik ma'nosi ov ekan. Ammo mushlarning hammani yig'inchoqlab akilib, ma'lumul Qur'ondagi ma'nosi nima bo'ladi desanglar, istilohan. Ma pendeki qo'llanilgan istiloh degan gap asli qo'llanish, kasbiy degan gap. Kasbiy qo'llanish ma'nosi so'zlarningki oxirininki shu labzan bo'lsin yoki yushurun bo'lsin, omillarning o'zgarish sababi bilan qana qilishi, o'zgarishi. Odatda jumlada har bir bo'lakka vazifa taqsimlaydigan bir omil bo'ldi. Jumlada 3 bilak var desek, 4 bilak var desek, 5 bilak var desek bir vazifa var saboqdoshlar. Balkim grammatikini men bundan obdan bilasizlar. Jumlada har bir bilakning vazifasi var. Biz har bir bilakka o'zining vazifasini bergan vaqtida shu vazifaning ta'siri shu bilakda ko'rinadi. Masalan, fa'illik vazifasini Xolidga berganimizda dal fa'illikninki formasini ustiga qadaydi-ki, dun bo'ladi. Mef'ulluk vazifini Bakrga berganimizda ra mef'ulluk, yani nasblikning belgisini, formasini ustiga qadaydi-ki, ran bo'ladi. Mana buning o'zi grammatikadagi i'robningki istilohiy tushuntirilishi. Qarama, omillarning o'zgarishi. Nima omil degan gap? Jumlada vazifaga soladigan bir omil bor. Jumlada bir vazifa bor saboqdoshlar. U vazifa qaysi? Ma'no ifodalash. Shu ma'no ifodalashning talabi şu ma'noning har nuqtasini jumladagi birdan bilak ifodalash kerak. Shu nuqtalar birdan taqsim qilingan vaqtda aniga fa'il tegadi, ma'noga maf'ulun bih tegadi, aniga maf'ulun bih tegadi, aniga bir narsa tegadi, ma'noga bir narsa tegadi.
Ba'zisi amalsiz bo'lib qoladi. La mahallallahu minal i'rob degan. Amali yo'q, faqat qo'shimcha rol o'ynaydi. Demak, mushlarning hammasi i'rob bo'ladi. Ya'ni vazifa taqsimlash degan gap. Texim o'ynab qilsak, savoqdoshlar, texim o'ynab qilsak, jumladagi har bo'lakning vazifasini oshkorlash. I'robni bayotdan oshkorlashtirdik ya. Zaten jumladagi har bo'lakning vazifasi nima degan bir savolga javob berish degan gap. Men bayotdan darsning oldida dedim, savoqdoshlar, dunyodagi tillar ichida arab tilidan boshqa tilda asosan biz biladigan tillarda i'robni ko'rmadik. Mesela Xitoychadimi yo'q, inglizchadimi yo'q, turkchadimi yo'q, uyg'urchadimi yo'q. Lekin Abdurmayat nima deb desanglar, zamonimizdagi tillar ichida i'rob faqat arab tilida, habash tilida, german tilida bor deb. Endi men habash tilidan german tilini biz tabiiy bilmaymiz. Agar aranglarda germancha bildiganlaringlar bo'lib qolsa balkim bizga misol qilib ko'rsatib bersanglar bo'ladi. Agar bu tillarda arab tiliga o'xshash i'rob bor deyilsa, jumladagi bo'laklarning o'rni o'zgarmasdan o'qilishi o'zgarib ma'noni boshqacha ifodalash ahvoli bo'lishi mumkin. Ammo bizning bildiğimiz nima? Arabchamda. Tamam, bu tildagi i'robninki lug'atan va istilohan ta'rifoti. Endi umumul Qur'ondagi hozir biz so'zlayotgan i'robul Qur'onul Karim desa, nima degan gap bo'ladi bu desa, ash gapning aynasini Qur'onga saqlanmış bitadi. Ya'ni Qur'onning so'zlarini hammasini zabt qilib turaqlashtirish. Vazifasini aniq qilib belgilash. Va o Qur'onning so'zlarini talaffuz qilishda xatolikdan yiroqlashish. Nimishqa to'g'ri ma'nosi oshkor bo'lsin uchun. Chunki har so'zni to'g'ri o'qigandan keyin uning to'g'ri ma'nosi chiqadi. Har so'zning to'g'ri o'qilishini oshkorlash degan ma'noda. Bu o kadar muhim desa, bu fanning ahamiyati desa, bu fanningki o'rni oshkor bo'ladi. Mana bilamiz buni. Nimishqa i'rob ma'noni bayon qiladiganligi, ma'nolarni ayiradiganligi va so'zluguvchilarningki maqsadiga bizni xabardor qiladiganligi uchun. Qur'onning tekstlerini sağlam bir şekilde tushunish mumkin emas. Qanday bo'lib qolsa, madamiki Qur'onning so'zlarini to'g'ri shaklda talaffuz qilinmasa. Ya'ni alhamdulillahi ashunaki duhi to'g'ri talaffuz qilinmasa, mumkin emas tushunish. I'rob dal Qur'onning so'zlarini to'g'ri talaffuz qilishning birdan bir yo'li. Alhamdu jumlaning igi qismi. Shunga pesh o'qiladi. Lillahi jar majrur, shunga lillahi o'qiladi. Robbi lillahidan badal yoki boshqa bir i'robning yo'llari bo'ladi. I'robning yo'llari kengroq odatda. Shu shaklda uni bir vazifa taqsim qilib, ustiga marketni birini chaplaymiz. Sening isming fa'il, ya sening isming maf'ul, ya sening isming bir narsa chaplaymiz. Shundan keyin biz uni tarjima qila olamiz, tushuna olamiz, to'g'ri ma'nosini shu vaqt chiqara olamiz. Rivoyat qilinishicha bir yeziliq odam Amirul Mu'minin Umar radhiyallohu anhuning xalifalik davrida kelib degan: "Kim menga Alloh Muhammad alayhisolamga tushirgan Qur'ondan bir narsani o'gitib qo'ydi. Yo'q o degan gap mana o'qitib qo'yish, o'gitib qo'yish degan gap. Shuning bilan fa aqra'ahu degan fa shuning bilan bu odamga bir kishi sur baroani o'gitib qo'ydi. Bu kishi o'gitib o'tib shunda o'qidiki: "Innalloha bari'un minal mushrikina va rasulihi" o'qidi. Asli va rasuluhu. Pesh o'qish kerak asli. Buni jar bilan o'qidi-da. Ma'no qanday chiqadi u vaqtida? Agar to'g'ri o'qilsa ma'no qanday chiqadi? Alloh va Allohning rasuli mushriklardan juda degan ma'no chiqadi. Endi xato o'qiganligi tufaylidan va rasulihi deb qanday ma'no chiqdi? Allah na'uzubillah biz tarjima o'qiganlik uchun o'rganish uchun da'vatma bu normalda ular deyish to'g'ri emas. Allah mushriklarni o'zining rasulidan juda aloqasi yo'q degan bir ma'no chiqdi-da. Arabiy hamda bu gap Arabiyga ta'sir qildi. Chunki Arabiy degan shu yezning odamlari tub tuzildi. Arabiy dediki,
Evet degene bunda bir teəccübleniş ifadesi. Acaba Allah özünün Resulüdün adacı davulab münasını üzü etdi mi? Eğer Allah özünün Resulüdün adacı davulab münasını üzgen bolsa, men onundan münasını üzümem, men onun işimde. Madem tüz çol, فبلغ عمر رضي الله عنه مقالة الأعرابي. Ömer radıyallahu anhu'a Arabinin gibi yetti. Şunu olan bu Arabini çaqırıp ekilip Ömer radıyallahu anhu'a Arabi boğan vakalikni dep edendi. Bunda işi oldu dep. Şunu Ömer radıyallahu anhu deydi, hey Arabi, bunda emas depti. Qanda hamsi ey emirul mu'minin dedi ki İnnallâhe beri'u minel müşrikine ve resuluhu. Aslı peştu. Arabi dedi ki, onda olsun men Allah olan qasam ki Allah'ın Resulü ada juda boğan kişilerden men ada juda dep ma şekilde ifade bildirdi. El-muhim, böyle Arabi'nin vakalı bek muhim emas. Muhime Kur'an'ı okuş, meyli özümüz okuş, yoki başkalarga ögütüş işleri de to'g'ri bir şekilde okulmasa, onun ma'noning mutlaq xato chiqadiganligi bizga yuqorqi voqelikdan qanday chiqadi. Shuning bilan Umar radhiyallohu anhu Qur'onni til biladigan odamdan boshqasi o'rgatmasin deb buyruq tushgan deydi. Mana shu munosabatlar sizlarga bir gapni deb qo'yay. Eslatmasam bo'ladi, chunki o'qib bo'lgandik. Sahabalarning davrida esingizda bo'lsin, Qur'on Karim deb bunda oldimizda bunda muqovili Qur'on bo'lmaydi sahabalarning oldida. Chunki tadvin davri bilasizlar 2-asrning oldi keyinda boshlandi. Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'ib to'plab bir qitim qo'yib qo'ydi bir tanlam Qur'onni. Undan keyin Osmon radhiyallohu anhuning davriga kelgan vaqtda qaytarib, masalan, 5 ga ko'paytirib ba'zi rivoyatlarda 5 shaharga birdan avatdi bir qorin bilan. Demak, qolganlarda Qur'on yo'q. Boshqalar hammasi yodlab olgan shaklda o'qiydi. Agar til bilmasa, qoidalarini bilmasa, xato qilish ehtimoli nihoyat zo'r. Biz bugun Qur'onga shunday qarasak, hech qanday arab tilini o'qimasakmi, 10-15 kun Qur'on savodimizni chiqarib olsak, o'qishni o'rganib bilan o'qib ketalaymiz. Bu zirma pash harakatlarining yordami bilan. Ammo u vaqtda unda Qur'on yo'q oldida. Qur'on yo'q. Mana vaqtda kallamni ina qo'ysin. Shunday bo'lgandan ba'zi nuqtalarni tushunish mumkin. Yahya ibn Atiq deydi, men Hasanga, ey Abu Sa'id, bir kishi arab tili o'rganadi ekan. Shu arab tili bilan yaxshi talaffuz qilishni maqsad qildi ekan. Va buni bilan qiroatini tuzlashni maqsad qilgan dedi. Hasanan ya ibn axi, ey qarindoshim o'g'li, bu go'zal bo'pti deydi. O'rgangan. Chunki kishi oyatni o'qiydi, oyatni o'qilish yo'llarini bilib o'qiydi. Yahya degan gap buni tushunib bilib o'qiydi. Nima? Xatarishdim. Yahya degan gap bunda qarg'ulach o'qiydi. Qarg'ulach o'qib bilmay o'qiydi. Fayahliku fiha. Bu oyatda Alloh ko'p kutib degani anaqa tugisha, chunki xato o'qiganliklar masala chiqadi. Endi bu fanninki paydo bo'lish, taraqqiy qilishi ahvoli tuandigacha bayon qilinsa bo'ladi qisqa bir shaklda. Lamma itasa'at futuhat al-islamiyya. Butun taraqqiyot, mayli biz burun qaysi moddani o'qiylik, butun o'zgarishlar qachon bo'lganidan islom dunyosi shu kengayib, arablarga ajamlar aralashgandan keyin an masala taraqqiy qilgan. Chunki o'rganadigan odam bo'lmasa, uning grammatikasi, qoidasi taraqqiy qilmaydi. O'rganilmagan bir narsa taraqqiy. Masalan, dunyoda hozir Uyg'ur tili desak, Uyg'ur tili asosan o'rganilmagan tillarning qatoridan. Shu Uyg'ur tilining grammatikasi haqida 5-6 kitobni topib olmaydi. Eng ko'p o'rganilgan kitobning tilning grammatikasi ko'p bo'ladi. Shu islom kengaygandan keyin arab tili o'rganish qiziqarligi ko'tarish. Chunki musulmon bo'lgan har odam Qur'on o'qiy olishi kerak, namozlarda uni o'qish kerak. Texnik ishlar o'qimoqchi diniy olim bo'lish kerak. Mushu bir xil turtkilar arab tili o'rganishga turtki bo'ladi. Boshqalarga o'rganaman degandan keyin boshqalar o'rgitaman deb oldiga kelgan vaqtda o'rgatish qoidalariga ehtiyojli qilib, ashta qilib, uni qilib, anta
taraqqiy qildigan gap. Umum ahvol shu. Belki men o'qimasaqmi shu shaklda tushunsanlar bo'ladi asli. Lamma itasa'at futuhatul islamiyya. Islom fathilari kengaydi. Arab emas ajam millatlarga aralashdi. Ve bu milletlerden nurgun kişiler İslam'a kirdi. Hem de Arap bilen Ecem'nin oturuda aralışış, ortaklaşış şekillendi kanı dengep hadise yüz ehvalı buldu. Şunu bilen Araplarning bazı tillerida buzuluş amilleri körengili başladı. Buzuluş amilleri qanaqılığı başladı, körengili başladı. Bazı Araplar ve özara paranglışta hatalık anlanılı. Mutlaka bulduğu ahval bu. Mesela bizden yurtlarda Xitay yok vakitte, yeni Xitay kelgan vakitte Xitay tili özgürep hatta ulumi şu hata gapga moslashib, yani misal alsam toza obdan qamlashmaydi. Butunlay buziladigan bir holatlarda Uyg'ur tilimi shu. Bir chet ellik bizga aralashib bizim deymiz sen bazaga barado mesela degandek bir şekilde şu Saudiyaga barsanlar yoki bayroq Xalij davlatlarga barsanlar ko'pincha xizmatchi oladi ular. Sharqiy Osiyo tarafdan xizmatchi oladi. Masalan Filipindan yo Malayziya, Indoneziyadan. Bular Arab bo'lmagandan keyin kelib shu aran qopib o'ltirgan bir shaklni aran günüdemdi. Shuning bilan bazaga baraman deganni ana zahaba ila suq deb bundachu yoki ana yazhab ila suq degandek. Müştabi bir şekilde hata sözlüş ehvali kurulur. Çünkü asli milletma ağlağa masliş için aynı sözler pırdıgan gepemdi. Şunu olan hatalık muş tilini hatırlaş, toplaş ve onu cemleşke birinci türkü hesaplanıdı. Yu'tabar degeni hesaplanıdı. Ve grammatiki kaidelerini yekünlep çıkarış ve bunu yazıp kaldırışqa birinci ne buludu? Türkçe buludu. Aqidin yüz bir vatkan bu hatalık hadiseleri şunun avazı bilen Arap tili ve İslam'a kuyunuduğan g'ira degan gap, bana kuyunish, kunlash degan gap asli. Kuyunish, kunlash igilleri qo'zg'algan xatar signali bo'lib qolganligini, o'sha aqidning yuz bergan ba'zi xatolik hodisalari andan keyin islomga kuyunadigan arab tilining saqlanib qolishiga ahamiyat beradigan kishilarga nisbatan bir xatarning signali bo'lgan. Diqqat qilinglar, mana ahamiyat bermasanglar, manda xatolik atogin ko'paydiganda qildi degandek bir ahvol bo'lgan hamdi. Shuning bilan Ziyad ibn Sumayya bu adam Basraning valisi edi. Abul Aswad Du'alini chaqirib deganki, ey Abul Aswad, ma qizillar degan hamda shu vaqtdagi ajamlarni ko'rsatdi. Ma qizillar, chunki ko'pincha vaqtda Basraning gapi bu. Iroqda Turkmenlar bor. Bilisizlar, hamma bilisizlar. Asli Türklerning asli zamani Turkiston, ya'ni Sharqiy Turkiston. Bu yerdan ko'chab İran'da hozirgi o'ltiroqlashayotgan cho'ng bir viloyatlarda turibdi va undan keyin Iroqda o'ltiroqlashgan, undan keyin Suriya, undan keyin bugungi Turkiyaga kelgan emas, bu tarix qarasanglar. Mao qizillar deganda mana shu vaqtdagi turklarni demakchi. Ma turklar, ya'ni shu qizillar ajamlar, ya'ni farislar, turklar hisobda. Ko'payib Arabning tilleridan qana qildi buzdi deydi. Sen kishilarni şunun bilan tözeydigan, Allah'ның kitobiga şunun bilan i'rob qo'ydigan bir narsa tuzgan bo'lsang deb Abul Aswad Du'aliga qana qildi shu vaqtda xitob qildi. Abul Aswad Du'ali buni unumidi. Taki bir kunlari bir qarininki innalloha bari'un minal mushrikina va rasulihi deb o'qiyotganini angladi. Da Allah o'zining rasulidan adajuda bo'lishdan azizdir degan bir şekilde na'uzubillah deymiz-ku biz. Şu şekilde bir pana tilab derhal Ziyadning qashig'i qaytib keldi. Dedi ki, sen talab qilgan ishqa men hozir qo'shildim. Qad ajabtuk degani qo'shildim. Qur'oni Karimga i'rob berish bilan boshlashni to'g'ri topdim deb bu şekilde qo'shildim. Va dedi ki, mana
30 odam avatkin. Şuna olan Ziyad bu 30 odamni akeldi. Ularning ichidan Abdullah Qays'in bir odamni tanladi. O'qishni yozishni eng yaxshi biladigan demakchi. Abul Asad dediki, tamam sen Qur'onni qo'lingga al ve şu Qur'onning siyah rengiga qarshi bir rangni al. Demak, Qur'on oldida qo'yib, ranglamaga qo'yib, qalamni qo'lga olib, Qur'onning asli rengi oldidagi Qur'onni qarab qolsa, aning qizil siraq degandek bir o'xshamagan rangni oldi. Agar men eg'izimni assam, men hozir siz bizda zo'r zir deb degan bilan u vaqtda zo'r zirga bo'lmagandan keyin qanday ifodalaydi? Agar men alhamdu o'qigandan keyin eg'izimni assam, harfning ustiga bir chikit qo'ydi. Fanqut nuqta vahida fawqa al-harf. Bir chikit qo'y. Hozirgi zo'r shu. Agar eg'izimni yumsam degani bunda o'qisam, harfning oldiga bir chikit qo'y. Hozirgi pesh asli harfning oldiga qo'yilgan bir chikit. Bir gapni davlay, o'shada qistirib qo'yay. O'z vaqtida shu vaqtda harflarning nimasi yo'q, chikiti yo'q. Ha, jim, ha o'xshash, sin, shin o'xshash, ta, fa o'xshash, qaf masalan fa o'xshash, sad, lat o'xshash, tozga o'xshash, kaf bilan lam o'xshash. Undan keyin oldiga, ustiga, ostiga qo'yilgan chikit u harfning chikiti bilan erishib qolmaydi. Agar eg'izimni ostiga tortsam, kasar degani oldiga ostiga tortsam, chikitni harfning ostida qilganda bu shaklda tunji i'rob qana qilingan boshlangan. Mana fanasha shuni bilan, fazalika shuni bilan Qur'on i'rob ilmi shu vaqt paydo bo'lgan va buningdan nahviy ilmi paydo bo'lgan. Endi bu ilm asli paydo bo'lishi innama unshiya degani faqatlam paydo qilinishi Qur'oni Karimni şu Qur'oni Karimning so'zlaridagi xatolik yuz berishdan qana qilish uchun muhofaza qilish, saqlash uchun paydo qilingan. Undan keyin bu bilimning doirasi, bu fanning doirasi kengayib, yozuvchilar har kitobni yozgan, tadqiqotchilar tadqiq qilib, mana bugungi holga yetib kelgan demakchi. Buning paydo bo'lish ahvoli bu, savoqdoshlar. Bu yerda qisqa debdi, buning yomon uzun bir jarayoni bor. Endi Qur'onga i'rob beradigan kishi bilishga tegishli ishlar. Ma yajibu alal mu'rib ma'rifatuhu. I'rob beradigan kishi bilishga tegishli ishlar. Ya'ni mushu fanning cho'nqur do'lqinlarga cho'kashni iroda qilgan kishiga bir qancha ishlar vojib zarur bo'ladi. Buning eng muhimlaridan birisi, birinchisi وهو أول واجب عليه. Bu olsun şu i'rob bergichiga nisbatan tunji muhim ishdan birisi o'zi i'rob bermoqchi bo'lgan narsaning ma'nosini tushunish kerak. Mayli u yakka so'z bo'lsin yoki jumla bo'lsin, i'rob berishni kerak. Uqmay turib i'rob berib qolsa taq chiqadi, ha? Bu bir. Chunki o i'rob ma'noning far'isi. Shuningga suraninki başlangıç kısımlarına i'rob berishga bo'lmaydi. Alif, lam, mimning i'robi yo'q, kaf, ha, ya, ayn satning i'robi yo'q. Biz bu başlangıç harflar, suralarni Allah öz ilmiga tanlagan mutashabihning qatoridan desek, Allah öz ilmiga tanlagan degandan keyin ma'nosi bizga nisbatan aniq emas degan gap ya. Undan keyin ma'nosi bo'lmagandan keyin uni i'rob bergili bo'lmaydi. Endi i'rob tafsirning o'zgarishi bilan qana qiladi, o'zgaraydi. Ama mishada bir gap sal ta'tirib qolgandek his qilaman mushu kitobda, mushu o'rinda. Asli i'rob tafsirning o'zgarishlar o'zgaraydi emas, i'robning o'zgarishlar tafsir o'zgaraydi. I'rob grammatik nuqtadan qanday qo'yilsa, tafsirmi shu shaklda qanday qilinadi, tafsir qilinadi. Bu birinchi ahvol, bilishga tegishli. Ikkinchisi şaz tillarga qaratilgan i'roblardan yiroq turish. Hamma bilisizlar, arablar bak yiroq qabila arablardagi til shavisi favqulodda eg'ir. Shundan boshqa arablarning grammatikasimi qabilaga asosan o'xshamaydi. Ba'zida tog'liq yoki sahroda yashab qolgan bir qabilaninki qo'llanayotgan bir grammatikasining qoidasini kelib Qur'onga ishlatilib bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki Qur'on Quraysh tilining ichidanmi eng fasihlar bilan qana qilgan tushgan. Alloh Zamaxshari o'zining Kashf nomli tafsirida aytadi, Qur'onda faqatla arablarning
Fəsihlərinin tillərdə qana qılğan, keng taqalğan, dair degan gap şu vaqtda buluvatqan degan gap və faşin keng taqalğanlarga asasen an iş ebirlidu. Anda yad bulun puşqaqtı qalğan tilla bolmay demekçi. Yani bir yoki ikki yerda aram tapqılı bo'ladigan nadir şaz grammatikasi uni qo'yib qo'yamiz. Uni Qur'onga ishlatmaymiz demekçi. Bu ikkinchi ish. Üçüncü ish, i'rob qo'yg'uchi bo'lgan odam arab tilini cho'qim bilguchi bo'lishi kerak. Mishqa isbotlanmagan bir tarafga chiqib ketmasligi uchun. 1 minut saqlab turinglar. Onluk dersin bu hangi söz var ya? Başsın. Dördüncüsü söz ihtimal kiladigan aşkar yollarının hemmisini toluqlagan bo'lishi kerak. Yani to'liq bilishi yoki to'liq qo'llanilishi kerak. İkincisi nima? Yani yad tillarga ibaradigan i'roblardan neri turish kerak. Tamam. Beşincisi Allah'ın kitabında ortuq degan gapdan neri turish kerak. Yoki takror, masalan, i'rob berish jarayonida mao ortuq deydigan bir gaplarimiz var bizning grammatika uchun. Ma so'z zaid deb. Unda gapni Qur'onda demaymiz. Chunki zaid degan so'zdan uning ma'nosi yo'q degan gap tushunilib qilishi mumkin, qat'iyatda mumkin ifodalaydi. Qadim ulamolarning ko'pinchisi zaid deganning o'rnida Qur'onda sila ifodasini qo'llanadi. Ba'zilar ta'kid degan so'z bilan ifodalaydi. Bu shaklda diqqat qilish kerak. Oltinchisi, savoldoshlar, xashakliga rioya qilish kerak. Mush xashakli degan vaqtda balki sizlarga tushunolmaslik mumkin hozir, chunki biz bu to'g'risida so'zlamadik Qur'onning xashakli haqida. Qur'onning navbatda sizlar biz o'qiyotgan Qur'onning xashaklimi, sizlar biz o'rganayotgan navbatdagi arab tilining xashakliga o'xshamaydi. Ya'ni belki biz avval Qur'on o'qishni o'rganib, ondan keyin arab tilini o'rgangan bo'lgancha faqat his qilinmaydi bizga. Ammo rasmiy Qur'onni echib qolib o'tirib birdan bir sirishda bo'lsak, nurg'un so'zlarning yezilish usuli Qur'on bilan hozir navbatda biz o'rganayotgan arab tilining o'tirida farq chiqadi. Mujnoga rioya qilish kerak edi. Qur'onning xashakliga Qur'oncha muomala qilish kerak demakchi. Shunga salsabil degan mushu so'zni bu degan emir cümlesi, yani ibaradigan yo'lni so'z, sa'ala yas'aludan chiqqan emir, sabil degan yo'l so'g'in degan gap deb tushungan odam xatolashgan bo'ladi. Salsabil yo'l so'g'in degan gap emas. O jannatdagi yoki oxiratdagi bir buloqninki nimasi ismi. Chunki agar aşta olab qalsa o ayrılıb yazıldı. Yol soğun degan olab qalsa sel ayrım yazıldı, sabil ayrım yazıldı. Muşu noktalava demekçi. Ma resmi Kur'an ayrım bir madda, ulumun Kur'an'daki ayrım bir pen, bunu nisbeten kullanıldı. Muşunçilik men bayatını dep bergençilik üçin saqlab qo'yinglar, ammo zihningizda bo'lsin bu haqdagi masala. Yettincisi ba'zida ma'no bilan i'rob bir narsani qanaqib qoladi, tortishib qoladi. Buni degan gap, ma'no bilan i'rob bir narsani tortishib qoldi degan degan gap desa, jumlada munda bir bi ay yujada fil kalam, jumlada munda bir ahvol paydo bo'lib qoladiki, ma'no bir ishga chaqiradi, i'rob uningdan cheklaydi. Oyatning ma'nosi bor.
Ma'nisiga qarasak boshqacha. Grammatik salsak unda emas. Qanaqa qilamiz endi? Ma'na o'ngga tortadi, i'rob so'g'ga tortadi. Shu vaqtida vel mutamassak bi bizning tutadiganimiz ma'noninki to'g'riliq bo'ladi. Ya'ni ma'noni asos qilamiz. An i'robning to'g'riliq uchun boshqacha yo'l bilan ta'vil qilamiz. Ya'ni i'robning yo'llari har xil ya yo'lga kiramiz, yo bu yo'lga kiramiz, boshqa shaklda hal qilamiz endi. Ibn Jinni da'vatida bu shunda bir o'rin deydi. Hozir tortishib qoladigan ya'ni. Abu Ali rahimahulloh o'zining ustozini demakchi. Buni jiq odatlangan. Ve bunu jiq biletti. Yo'lim mukathira degan jiq biletti. Ve Aşı Ebu Ali'ga murojaat qilishga jiq avatladi. Boshqalar o'qinmay qolgan yerlarni Abu Ali'ga avatlatdi. Ve shuni bir qarab baqishga iltifof nazar degan. Ashunda deyimiz chunki siz meyle nasr cümleler olsun yoki nazmi cümleler olsun bunun ko'pinchisi de i'rob bilan ma'noninki tortishib qolganligini ko'rasiz. Mao sizni bir ishga chaqiradi ve Mao sizni uningdan to'sidi. Mashta talishib qolgan vaqtda, talishib qolgan vaqtda bir jumlani siz qanaqa qilasiz? Ma'noning tutqusini tutasiz. I'robni to'g'rilash uchun qanaqa qilasiz? Irtahta boshqa bir yo'l izlaysiz yoki boshqa bir yo'lga qarab ma'nosiz degan ma'noda. Ibn Jinni shu o'zi Rum asli arab emas, Iroqda yashagan. Grammatika sohasida hisobda arabligi til o'rgatgan odamdan birisi. Buningki Hasoisda bir kitob bor, 3 qismliq. Arab til grammatikasida umda hisoblanadi. Hatto arablar shu kitoblardan o'rganadi grammatikani. Mademni bugun biroz o'rlab o'qigan vaqtimdan tadqiqot qilishlar Ibn Jinnini. Masalan, hozir o'zimizning gapiga kelsak, i'rob bilan ma'no talishib qolsa, biz ma'noni asos qiladigan bo'ldik-ku. Buning misoli innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Allah o insonni qaytirishga qodir. Qachon? Sirlar ochiladigan kunda. Endi men normal tarjima qildim hozir. Men tarjima qilgan ma'no to'g'ri. Ben şunu bayatın bir sual qo'yib tarjima qildim. Allah o kishini insonni qaytirishga qodir. Qachon sirlar ochiladigan kunda. Qaytirish qachon bo'ladi? Shu kunda bo'ladi. Men tarjima qildik-ku. Ne zarf. Bu yerdagi yawmg'u. Ma'noni men taqozo qiladi desanglar, buning ashi raj'i degan masdariga munosabatli bo'ldi. Men ayt tarjima qildim. Munosabatli bo'ldi degan gap, ma'no ashiga bog'liq degan gap. Sir ochiladigan kunda nima bo'ladi desa, qaytirish ayaga bog'landimi? Ya'ni ashu kunda qaytirishga qodir. Ma'no. Lekin i'robchi grammatika nuqtasida desa bu xato. Nimishqa? Chunki masdar bilan masdarning ma'mulning o'tirishga fasl chiqib qolsa bo'lmaydi. Unda biz qanday qilamiz desa, masdarga, i'robga yilishiltimiz. Qanday qilib desa, şu masdarda amildan birini, yushurin pildan birini qilamizki, yarji'uhu yawma tublas sarair deb, ay yawma tublas sarairning oldiga yarji'uhu degan pildan birini qapirimiz, ishtigaydi. Ma'noni asos qilamiz. Bu pilni nima uchun qo'yamiz desa, chunki bu pilga masdar dalolat qiladi, raj'ihi degan masdar. Raj'ihi yarji'uhu dalolat qildi, masdar pilga dalolat qilgan shaklda. Mana bu bir misol. Tafsirlarda ham ko'p uchraydi. Yana bir misol saboqdoshlar. Innallazina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum id tud'auna ila al-iman fatakfurun. Kafirlar shunday ado qiladi. Nimda Allohning g'azabi sizlarning o'zinglarga g'azab qilganinglardan buyuk. Yani sizlar iymonga chaqirilib kufr qilgan vaqtida. Sizlar iymonga chaqirilib kafir bo'lgan vaqtida Alloh sizlarga g'azab qildi. Bu g'azab sizlar qiyomat kunisi do'zaxni ko'rgan vaqtingda nim deb biz bu yo'lni tanlamabdiqlar, o'zinglarga g'azab qilasizlar. Bundan buyukdir deydi. Mana bu. Ya'ni Ibn Jinnining qishiga keldik. Ma'ayatdagi iz degan so'z maqtu'ga munosabatli. Ma'no shaklga bog'liq degan gap yani. Chunki Allohning g'azabi qachon sizlar iymonga chaqirilib
Sizlar inkar qilgan kunishdiki Allohning g'azabi. Ikkisi ayaga bog'lanadi. Ya'ni ularga deyiladi-ki, Allohning sizlarni iymonga chaqirib, sizlar inkor qilgan kunliklardagi g'azabi, sizlarning bugun qiyomat kunida do'zaxni ko'rib, o'zinglar qilgan g'azabdan buyuk degan bo'ladi. Lekin masalani buningga hamla qilsang degan mushu bo'yicha qarasang, bu vaqtida iz deganning silisi ve bunun mevzulusiki maqtulning mevzulusini o'tirga pasl tushib qoladi. Siludan mevzulni o'tirga pasl tushib qolsa bo'lmaydi. Ma'no bunda bo'lsa, i'rob taraf uningdan qanday qilsa to'ssa, i'robda u to'g'ri emas, ammo ma'no shu bo'lib qolsa, amal qanday qilamiz desa, nasb o'qituvchi omildan birini, ya'ni zarfni o'z ichiga oladigan, masdar dalolat qiladigan omildan birini ishlarga yushurin taqdir qilamiz. Xuddi bu mana shaklda tushunamiz u vaqtda. Yani maqtukum izdudauna degan ma shaklda maqatakum izdudaun deb Alloh sizlarni chaqirgan vaqtda g'azab qildi degan ma shaklda pildan birini taqdir qilamiz. Manda joylaymiz i'robni. Ammo ma'no burun olgan shaklda eliyor. Mushunga o'xshash ahvollar yuz berdi qarindoshlar. Yani ba'zida bularning so'zda ma'no tafsiri yuz berib qolishi mumkin. Men qaranglar, xato bo'libdi, qaytay. Ba'zida o'limaning so'zida mana bir gaplarni anglaymiz. Ba'zida o'limaning so'zida mana bir ahvol yuz beradi. Bu ma'no tafsir degan bir gapni anglaymiz. Bu i'rob tafsir degan gapni anglaymiz. Farq nima desa, bu ikki gapning o'rtasidagi i'rob tafsir degan gapda cho'qim grammatika, fan mulohizasi bo'lishi kerak. Ma'no tafsirda buni qarshilik qilish zarar yetmaydigini grammatikada qanday olib kelsin, ma'no asoslab menga yo'rilmaydi deydi. Yani i'robul Qur'on, ulumul Qur'on sohasidagi nihoyatda muhim pallarning birisi. Buni nim qilmay olmaydi, ahamiyat bermay olmaydi. Menimcha har bir o'quvchininki uyda, kitobxonasida eng oz deganda 2 i'robul Qur'on bo'lishi kerak. Birisi Qur'onni Surah Fatihadan nasqchi tartib bo'yicha qana qilgan i'robini belgilagan. Yana birisi lug'at qomusdagi abjadi harf tartibi bo'yicha Qur'ondagi so'zlarning nimasini, i'robini deb beradigan ma shaklda bir kitoblar bo'lishi kerak. Bugungi kunda ham telefonlardami, tor programmalardami nihoyat ko'p foydalansanlar bo'ladi menimcha. Endi bu sohada yozilgan eng muhim asarlar desak, bu sohadagi asarlar nihoyat ko'p bo'lib, buni yozuvchilar xilma-xil yo'nalishda mangan, ularning ichidan Qur'onning i'roblari bilan to'xtagan va Qur'onning o'zaro tushunish qiyin bo'lgan mazmunlar bilan to'xtab qolgan. Bunda ulamolarmi bor, bunda yozuvchilar Makkiga o'xshash. Ulamolarning ichidan Qur'onning yot so'zlarining i'robiga to'g'ri bo'lganligi bor. Ibn Ambariga o'xshash Al-Bayon fi i'rob g'aribul Qur'on degan kitobida kelgandek, ulamolarning ichidan qiroat yo'llarining o'tirini jo'g'lagan, i'robning o'tirini jo'g'laganlarmi bor. Ma'anil Qur'on o'xshash Para'ning ve Muhtasabga o'xshash Ibn Jinniniki, Hujjaga o'xshash Ibn Farisniki. Kitob jiq savoqdoshlar. Ya'ni musohada kitob yozgan kishilardan deb 7 turli kitobni kishining ismini menga agab qo'yapti. Hammani ko'rib olsanglar, mencha kallanglarga saqlab olsanglarcha, har sohadagi kitobdan xabar tepish va muhim. Eng oxir qaranglar. Endi bundan boshqa yozilgan asarlar nihoyat ko'p. Ibn Suyuti degandek, Suyuti bu to'g'risida mana bir gapi bor. Bu fanni afradahu ko'zimir. Nurg'un kishilar mustaqil asar qilib yozgan. Bularning qatoridan Makkining kitobi maxsus Qur'onningki tushunish qiyin bo'lgan mazmunlar haqida. Hufi bu mush kitoblarning eng uchuqroqi. Abul Baqa al-Akbari bu eng dangliqroqi, Samin eng buyukroqi. Gerçi bunun da biraz ortiq hashvi gaplar va uzatib o'tish bo'lgan bo'lsa-mu deb Suyuti ma shaklda baho beraylik. Shuning bilan bizning bugungi darsimiz tugadi. Sualinglar bo'lib qolsa, so'rasanglar, men bir 2 minutda boshqa savol bo'lmay qolsa, darsimizni shu yerda oxirlashtiramiz va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.